Assalomu alaykum. Qulupnay ishqibozlari. Mana bizda italyanskiy Chorniy Prins degan navlari bor. Buni boshqa ko'chatlardan afzalligi shundaki, koreyskiy eksangiz har yili ko'chatni alishtirasiz. Turetskiy eksangiz har 2 yilda alishtirasiz. Lekin bu italyanskiyni 12 yilda bir marta alishtirasiz. Afzalligi uzoqroq muddat yashaydi. Keyin mevasiga kelsak, koreyskiyda 1 yilda 2 marta hosil olasiz, turetskiyda 1 yilda 1 marta 6 oy hosil olasiz. Lekin italyanskiy Chorniy Prinsda qishin yozin to'xtovsiz hosil beradi. Bitta hosilga kirgandan keyin 12 yil to'xtatmasdan hosil olsa bo'ladi. Faqatgina mineral o'g'itlarni, go'nglarni chiroyli qilib solib tursangiz bo'ldi. Asosan bunga go'ng sarf bo'ladi xolos. Yana afzalliklari qishda, kuzda, bahorda har faslda ham hosil beraveradi, yozda ham. Qishda parnik bo'lsa parnik, bo'lmasam ochiq hovlida ham shunday ustiga salafan solib qo'yib, ozroq bo'lsa ham hosil olsa bo'ladi. Buni sovuq urib ketmaydi. Mabodo parningiz bo'lsa-yu, parnikka ekkan bo'lsangiz-ku, xudo ko'rsatmasin, shunday qilib salafanni ko'tarib yubordi deylik, qor tushib qoldi. Shu holatda koreyskiy, turetskiylar o'ladi, lekin bu italyanskiy o'lmaydi. Faqatgina tanadagi meva o'ladi xolos. Keyingi haftadan yopganingizdan keyin yana mevaga kirib ketaveradi. Shirasiga kelsak, 10 kilo qulupnayni varina qiladigan bo'lsangiz, prostoy qulupnayda 10 kilo qulupnayga 10 kilo shakar ketadi. Koreyskiyga 10 kilosiga 8 kilo shakar ketadi. Turetskiylarga 10 kilosiga 6-7 kilo shakar ketadi. Lekin bu italyanskiyga 10 kilo qulupnayni varina qiladigan bo'lsangiz, 3 kilo rasavorsa shakar ketadi. Xolos, sababi shirasi o'tkir. Rangi bardo'y bo'ladi, hidi o'tkir bo'ladi, nihoyatda o'tkir bo'ladi, hidi tomoqni oladigan darajada. Undan tashqari narxi ham teng baravar turadi. Hozirgi kunda mana hozir dekabr oyidamiz. Dekabr oyida koreyskiylarda 250 ming o'rtacha sotilyapti, lekin bu italyanskiyda 500 ming sotyapmiz. Bu faqatgina bahorda prostoy qulupnay pishgan paytda 20 ming so'mga tushib turadi xolos narxi. Qolgan paytda yana ko'tarilib ketadi. Narxi qimmat. Sababi sifati kuchliligiga, mevasi shirasi o'tkirligiga, rangi, hidi o'tkirligiga shunaqangi. Endi koreyskiylarda prostoylar yugurtirib olib sotasiz. Buni yoz kunda bemalol ochiq hovlida, xolodilniksiz saqlasangiz bo'ladi. Qish kunda 3 kun, 4 kunlab saqlasangiz bo'laveradi. Xolodilnik bo'lsa undan uzoqroq saqlasangiz ham bo'ladi. Xo'p, yana afzalliklarga kelsak, ko'chatlarni biz o'zimiz doimiy ravishda sizlarni bilan bog'lanib, sizlar bizga aloqaga chiqsalaring, doimiy ravishda sizlarga agrotexnikasini o'zimiz o'rgatib, sizlarga mevalatishni hammani o'rgatamiz. Endi mevalatishga kelsak, o'zi asli 20 kunda gullaydi, ekkaningizdan keyin 1 oy 28 kunda pishib, 2,5 oyda tayyor bo'ladi sotuvga. Lekin har bir klientga 2 oydan 4 oygacha oralig'ida deyiladi. Sababi kimdadir tajriba bor, kimdadir yo'q. Har bir tajribani boshqa birov bilan biz bilan ishlaysizlar, biz o'zimiz o'rgatamiz. Har bir narsani o'zimiz o'rgatamiz, mevalatishni ham, boshqasini ham. Keyin sizlarga buni eng ko'pchilik qo'rqadi qulupnaydan, eng ko'p o't bosadigan narsalik uchun. Eng ko'p o't bosadigan, o'ziga o't chaqiradigan ekinlik uchun qulupnay ekkani qo'rqadi. Biz shunday yo'llarni o'rgatamizki, sizlarga shu narsani o'tamaydigan yo'nalishni o'rgatamiz. Misol uchun mana hozir bitta ma'lumot bersam, yoz kunda somon septiraman tagiga. Nima maqsadda? Somon koreyskiyda tagiga salafan qo'yishadi. Salafan ular nazlida koreyskiyda mevasini saqlaydi. Haqiqatdan mevasini saqlaydi ama chirib ketmaydi. Bo'lmasa turpoqqa tegish bilan chirib ketadi. Keyin o't chiqarmaydi. Endi men ko'chatimni shunday oddiy yerga ekib qo'ysam, mevasi turpoq ichida qolib ketsa ham chirimaydi. Lekin o't chiqaradi. Endi o't chiqarmaslik uchun men nima qilaman? Somon septiraman tagiga. Somonni qalin qilib septirib qo'ysam, bu holatda mevani tiniq saqlaydi, o't 95% ga kesadi va juda ko'p namgarchilikda ushlab beradi. Yoz kunda namlik kerak bo'ladi qulupnayga. Namlikda ushlab beradi. Qish kunda apelka septiraman. Qishda ko'chatimizga fosfor yetishmay qoladi. Fosforda apelka ta'minlab beradi. Undan tashqari namlikni yo'qotib beradi. Shunday qilib har bir nimani o'zimiz o'rgatamiz doimiy ravishda. Biz bilan birgalikda ishlashlarini tavsiya qilamiz. O'zimiz ko'chatni olib beramiz. Yo'l kiralari ichida bo'ladi. Undan tashqari 3 xil kimyoviy dori beriladi bepul. U dorilar ham qimmat bo'ladi. Biz o'zimiz ta'minlaymiz o'shani.
yo'l kirasi 5% dan 20% gacha ko'chat qo'shib, kerak bo'lsa agar dogovorimiz o'xshasa ekib berish xizmatlarimiz ham bor. Ekib berish ham misol uchun siz kimgadir ishchiga ektirasiz, lekin u ishchi misol uchun qishki kunda zo'rg'a 200 tekadi bir kunda, yoz kunda zo'rg'adan 500 tekaladi. Bizning ishchilarimiz endi professional ishchilar, qishki kunda 1000 tagacha, yoz kunda 3000 tagacha ekib yuboradi bittasi. O'zimiz chiroyli qilib ekib berish xizmatlarimiz ham bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bepul, chet davlatlarga ham kerak bo'lsa chiqaryapmiz, faqat u chegaradan uyog'iga yo'l kiraga to'lamaymiz. Chegaragacha olib berish bizni zimmamizda. Э, istagan paytingiz zakaz qilishingiz mumkin. Endi o'zi asli qulupnaydi 10-avgustdan 10-sentabrgacha eksa bo'ladi xolos. Ko'pchilik yo'q, endi ekib bo'lmaydi, muddat o'tdi deyishadi. Yo'q, xato. Buni biz ma'lum dorisini topib olganmiz. Shu dori orqali stressga tushirmagan holatda, bizda o'zimizda turgan holatda 3 xil dorini berib, keyin sizga ko'chatni berganimizdan keyin qo'lingizga 3 xil dorini bepulga beramiz. Shu dorilarni sepsiz, ko'chat любой payt, istagan paytingizda rivojlanib ketaveradi. Hech qanday yo'qotish bo'lmaydi, patreya bo'lmaydi. Patreya bo'lsa to'laymiz, bizda garantiya bor. Patreyaga yana kamiga 5% dan 20% gacha qo'shamiz. Narxlarimiz ham qimmat emas. Tagiga ma'lumotlar ichiga qo'shib qo'yamiz narxlarni. Bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Telefon qilinglar. Tunu kun xizmatingizdamiz.